Üzümchilik bilan shug'ullanadiganlar uchun o'g'it berishda eng oson yo'li. Qishki o'g'it. Arig'imiz bo'yi 91 metr atrofida, 90 sm, 1 metr atrofi, chuqurligi 20-25. 8-9 yillik bog' qarama-qarshi ekilgan. Bunga biz beramiz 1 kilo amofos. Kimdir fosfor deydi, kimdir amofos deydi. Qozog'istonniki. Shunday beramiz. Hozir keyingi jarayonda aytaman. Mana yuza qismiga tuproq tashladik. Yengil. Bu nima uchun kerak? Quyosh nuri o'g'itni effektini pasaytirmaslik uchun. Ozgina tuproq tashlab bosib qo'yamiz. Tamam.